Tonik 200 mashinasiga benzin motor o'rnatdik. Benzin baklarini qo'yib. Motor o'rnashlari zayiskada o'rnaydi. Oyog'i birga o'rchadi. Turbinali motor. Oldiga elektronik para qo'yiladi. Kadishkalari hammasi birga bir o'ziga tushadi. Hop, pakeleniga shlankalar olib chiqib qo'yganmiz. Pakelenni o'rnatib, parapanni yo'rishi 4-pakelenni o'rnatiladi. Yurgizinchi tavo. Ishlari yarim atrof yo'radi. Ustida ishlab turibdi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Chiroyli qilib yurgizib beramiz.